Assalomu alaykum. Bugun kunimda boshlab oldim. Bugun ishimni, nima ish qilishimni, qayerda ishlashimni hammasini ko'rsatmoqchiman bugun inshaalloh. Hop, hozir men ishga ketyapman. Ana ko'rinib turgan katta narsa mol bo'ladi. Mall of the Emirates degani o'sha. Hozir molga keldim. Bu mol 9 dan ishlaydi. Bu molda juda ham katta. Aylanishga 1 kilometr ketadi. Juda ham katta aytganimdek, dunyodagi har bitta istalgan brendlar mavjud. Bu mol 3 qavatdan iborat adashmasam, hamma narsalar bor. Parkovkasi, namozxonalari, har bitta brendda mana shu yerda kiyimini yoki soatini istalgan narsalaringizni inshaalloh olsalaringiz bo'ladi. Hozir metroga keldim. Hop. Ashnaqa karta bilan mana shu yerga urib bemalol chiqsa bo'ladi. Hop, bu yerda ikkita layn bor mana. Men buni tarafga biznes bayga ketaman. Chunki meni ofisim biznes bayda joylashgan. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي سنتر بوينت. المحطة القادمة هي Hozir soat 9 bo'lgani uchun hamma ishga ketgan paytda o'shaning uchun yo'lda juda ham odam ko'p. Bu yerda asosan ishlaydigan odamlar chet el fuqarolari, hammasi Dubayga ishlash maqsadida kelgan. Xo'p, hozir tanishdan probkadan o'tib oldim. Endi ishxonamga ketyapman. Ishxonam yaqin. Exchange Tower degan binoda ishlayman. Mana shu yerda ishlayman inshaalloh. Hozir kim kelmoqda? Ofisda bitta o'zim hali odamlar kelishadi inshaalloh. Shaharda videoni ko'rsataman hozir. Bizda ofisimiz mana shu yerda. Xo'p, shunaqa gap. Hozir buni inshaalloh obzor qilib beraman. Inshaalloh mana shu yerda o'tiraman men. Bu yerda boshqa kompaniya. Hop. Bu yerda odamlar o'tirishadi. Hello say. Hop, bu yerda oshxonasi bor. Mana. Hozir oshxona kerakmi? Chunki bizda Ramazon. Har doim ishga ertaroq kelib, men sotuv darslarini ko'raman. Chunki hali men yoshman, hali bu soha haqida hech qanaqa tajribaga ega emasman. Ko'p narsani o'rganishim kerak, ko'p narsani hali bilmayman. Bu Jumanazar aka ustozim darslari menga o'zi tekinga bergan. Juda ham zo'r ma'lumotlar bor sotuv sohasi bo'yicha.
Tavsiya qilaman agar kim o'rganmoqchi bo'lsa. Hozir Jamol akam keldi. Jamol akam o'zimni Dubaydagi akam. Assalomu alaykum. Umarbek obunachilari, xudo xohlasa Umarbek kanalida qolinglar. Shu Dubaydagi real hayotni ko'rib borasizlar. Biz maslash shunday qilib yashirayapti akam. Har doim kesib keladi. Hozir inshaalloh nasib etamiz. Nima deysiz aka endi? Gapiringchi. Umarbek obunachilari, Umarbek hamisha o'sha Dubaydagi real hayotni ko'rsatib boradilar. Hech qanaqadir emotsiyalarni narsa yo'q, hammasi realniy bo'ladi xudo xohlasa. Hozir biz peshinga chiqib ketyapmiz. Hozir mana shu birinchi etajga tushdik. Birinchi etajda mana prayer room bor. Hop. Kirishda bu ayollardagi, bu esa erkaklardagi. Tahoratxonasi ham bor. Hozir biz peshin namozini o'qib bunday bo'lib qolyapti. Krasavchik. Bizlarda hozir ish jarayoni ketyapti inshaalloh. Bunaqa emas. Men kanalimda nomini yozib beryapman keyin. Kitob o'qishimni olib qo'ying. Kitob o'qiyapman. Garrison, mistakes that made me millionaire. Akani mikrofoniga hozir. Endi gapiring. Xo'p. Yangi kitob boshladik. Ko'rib turishingiz mumkin. Mistakes that made me millionaire. Ya'ni har bir xato sizni millioner qiladi. Faqat xatolardan to'g'ri xulosa qilib, to'g'ri harakat qilishga bog'liq. Umuman cho'chimang, xato qilishdan qo'rqmang. Maksimal harakat. Har bir xato bu sizga plusga o'ynaydi hamisha hayotingizda. Shunaqa. Hamma motivator. Hamma umidlik. Hazırlaşayapman. Hozir inshaalloh pastga tushib sizlarga biznes meyni ko'rsatmoqchimiz akam bilan. Bizdan ko'rsatib qo'ying-ki. Ha? Bizdan. Hammasi nima bo'lyapti? Realniy. Hech qanaqangi nima bo'lsa shu o'zimizni mana bunaqa baland ko'rsatib Realniy hayotimizdan olamiz. Shunaqa. Ko'cha hayot, ko'cha sistema sendan qolgan, mendan ham qoladi. Takishto kerak. Ozgina yurib inshaalloh endi naqda nima bor-da? Shaqa boramizmi? Ko'lmay kanal uchun. Yuring. Ozgina gapirib aka. Inshaalloh. Hop. Men gapiray, Sizlarga ko'rsatish uchun. Farqi yo'q. Dubay hozir kelish uchun stoytmi degan savol berishadi-yu. Hozir sezon tugayapti. Kelsalar ham bo'ladi-yu, lekin nisbatan sezon tugayapti. Yo'q, o'zi nimaga kelishlaringizga bog'liq. Dam olishga, misol uchun любой paytda kelsa bo'ladi. Ishlashmoqchiman. Ishlashga endi sezon bo'ladi. Sezon paytida kelish kerak. Ya'ni sezon qachon? Sentyabrdan boshlanadi sezon. Martgacha bo'ladi. Sezon shunaqa. Bunaqa ketamiz ham. Yana qanaqa savollar berishyapti? Xo'p. Dubaydan ish topa olamanmi? Dubaydan nima til bilishim kerakmi?
rus tilini bilaman, bo'ladimi degan savollar kelyapti. Hop, Bo'ladi. shu savollarga javob beringchi o'zingiz. Xo'p, ingliz tilini bilsangiz baribir yaxshi. Endi russkiy язычni bo'lib ham ish topib amallab ketsa bo'ladi. Avvalo hamma narsa Allohdan. Lekin tavsiya bergan bo'lardim ingliz tilini ham qo'shimcha хотя бы o'sha intermediate deydi, elementary yaxshi, elementary bo'lsangiz ham ingliz tilini ham ozgincha o'rganish maslahat bergan bo'lardim. Men bu yerda ham professional ingliz kerak emas. Balki tushunmay qolasiz, gapirayotgan narsalarni nima, ingliz tilini o'rgandim deb qo'yasiz ayrim paytlar. Lekin muhim narsa tilda o'rganib kelish kerak. Til Evet. juda muhim narsa bu yerda. Shunaqa. Xo'p, endi ko'p kishi yozadi, menga aka maslahat bering. Karyera qilish masalasi bo'yicha Dubayda nima bo'ladi? Xo'p, men ham o'zi yaqinda kelganman. Men ham inshaalloh videolarga qo'yib boraman. Men hali maslahat berish darajasiga kelganim yo'q. Hali maslahat olib akalardan, shu yerdan anchadan beri yurgan akalardan men ham maslahat olib qo'limdan kelgancha kommentariyalarda savol bo'lsa, savol bersalaringiz inshaalloh javob berishga harakat qilaman. Hozir ko'zlarim qisilib ketyapti, sababi quyosh juda ham ayni paytda chiqdim, soat o'zi 1:30 bo'lyapti-da. Bizda mana shunaqa issiq, sizlarda sovuq. Bro, yes, sog' bo'ling. Alhamdulillah. Shuning uchun Va qorin vashshi anaqa oshib ketdi. qorinda hech narsa Bunaqa gaplar. Biz mana shu Business Bayda ishlaymiz. Mana mashina ko'rsatib qo'ying, keling. Keling, unaqa mashina juda ham ko'p. Mana. Hamma joyda. Luxury mashina, короче. kamera bo'lardi anaqa. Kichkina kamera bor. Qanday qilib? Turibchakina. O'sha qanchaga? Yo, mana bunaqa aytyapsiz. Qo'lingizda olib yurasizmi? Ham kichkina kamera bo'ladi. Ha. Videolar. 3000 mi, 2000 mi dersam ekan. O'sha Shu zo'r ekanda lekin. Danal qilsalar inshaalloh olamiz. Kanalni qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolasa bundan ham kontentlar chiroyliroq bo'ladi, sifatliroq bo'ladi inshaalloh. Mashinalar, oddiy holatda Lamborghini, boshqalar. O'zingizdan olib gapiravering. Hop, men nima deyishim mumkin? Hozir Ramazon oyida ozgincha energetniy emasmiz. Maksimal energiyani o'sha saqlashga harakat qilyapmiz. Chunki shu Ramazonda hamma o'zi ozgina qiynaladi ovqatdan, o'shaning uchun energiya kam. Shunaqa. To'g'ri aytasiz. Biz hozir sizlarga zo'r manzarani ko'rsatib o'tamiz. Dubay faqat bunaqa chiroyli joylardan iborat emas. Dubayda mana bunaqa toshlar ham bor, qumlar ham bor. Ko'ryapsizlarmi? Musorlar pastga yotibdi mana. Bunaqa musorlar ham bor. Dubay faqat takoy hamma joy zo'r degan narsa emas. Qurilish bor, lekin nisbatan boshqa davlatlarga nisbatan ularda baribir kamroq bunaqa joylar. Mana o'zimizning Chilonzor. Mana sizlarga mana takoy manzarani ko'rsatib o'tamiz. Mana Umarbek. Shunaqa gaplar. Wow. Nima edi o'yin? Balon jalab nimada? Nima chiqyapti basdan? Yo, balon emas, qanaqadir. Umarbek gapiringchi. Xo'p, Dubayga kelsa bo'ladi. Ayniqsa 20 yoshdan tepalarga maslahat beraman Dubayga kelishdi. Dubay rivojlanyapti. Yaqinda 270 millionga mo'ljallangan aeroport qurilyapti. Hozir Dubayda 44 million odam yashayapti.
o'sha Dubay o'shani 40 millionga chiqarmoqchi. Bu degani siz kela olasiz. Kelib karyera qila olasiz, oila qura olasiz. Inshaalloh. Til bilib, agar siz o'zingizda sohangizni ustasi bo'lib kelsangiz, ish topish muammo emas. Mazza qilib yashaysiz. Dengiz bor, har xilcha odamlar bilan munosabatda bo'lib, o'zingiz dunyo qarashingizni kengaytirasiz. Aka, men bitta fikr bildirib qo'ysinchi shu joyga. To'g'ri aytadilar, avvalo tilni yaxshi o'rganish kerak, keyin o'zingiz sohangizda yaxshi mutaxassis bo'lsangiz, sal shustroqroq bo'lsangiz, bu yerda unaqa qiyin emas ish topish. Unaqa muammo emas, til bilsangiz, xohlagan vaqtda ish topib ishlab ketsa bo'ladi. Oilalar ham unaqa yomon emas. O'rtacha eng kami minimum $1000 topasiz oyiga. Shu kvartirangizdan, yeb-ichishingizdan tashqari eng kami shunaqa. Ozgina yuramiz bu endi aka. Soyada o'tirsammi, dommi? Men shu agar nima bo'lsa mana shu tashardim. Voy, balonni qarang. Mana o'lib ketyapti bittasi. Ya o'lib ketyapti, dam olyapti u. O'lib ketmaydi. Shunaqa gaplar. Mana nimasi, короче. Baland binolar. Shunaqa gaplar. Yaxshi videolar bo'lsa qo'yamiz. Instagramga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Faruq, Pat, ikkalasi bir xil lekin. Qisqacha tushuntirib beramiz. Ya'ni qanaqa bo'lish kerak. Qanaqa bo'ladi. Inshaalloh. Ish jarayoni shu ertalabdan kechgacha bekorchilik o'tdi. Просто maksimal vaqt qanday o'tkazishga bog'liq. To'g'ri gapirishimiz kerak. Farqi yo'q. Nima bo'lsa shu. It is what it is. Hop, qisqacha ish jarayoni mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Hop. Cold calling. Bizning sohamizda shu. Ofisda tinch o'tirsangiz, maktabda o'tirganda edi. Gapirib qo'yasiz. Video ketyapti, sizga aytilmayapti. Yosh bolalardan addushi sizlarga maslahat. Til o'rganinglar. Sotuv qobiliyatinglarni oshiringlar. Bu sizlarni ertaga odam xijolat bo'lyapti. Salat ofisda juda ham ko'p odam bor. O'shani kam gapiryapmiz. Teng bola unaqa krasavchiklarga ko'p qarashadi. Qani o'sha ofisga kelgan vaqtda maksimal harakat qiling krasavchik bo'lmaslikka. Chunki bu yerda o'sha e'tibor tortishingiz mumkin. Men juda qiynalaman to'g'risida. Biz hozirga ketyapmiz. Kachok. Xudoga Shogirdi. Biz hozir masjidga boryapmiz, shomda o'qish uchun. Shunaqa gaplar. Hozir masalan biz ibodat qilganimizni ham olib boryapmiz aka, bu qanaqadir real uchun emas, просто bizning realniy hayotimiz. Shunaqa gaplar. Menga Umar bey aytdilarki, Dubayda mana shunaqa narsa bor. Mesela iftorlik vaqti iftorlik berishadi, to'g'ri? Iftorlik berishadi. Iftorlikda tekinga iftorlik berishadi. Hozir biz o'sha jarayonni sizlarga qisqacha ko'rsatish uchun boryapmiz. Sizlar uchun, aynan sizlar uchun qo'llab-quvvatlanglar, xudo xolasa. Siz uchun, ana shu odam siz uchun. Keyingi odam siz bo'lishingiz mumkin. Hozir biz ketyapmiz masjidga. Oq masjid bor o'shanga. Namoz o'qigani ham iftorlik ham bersa inshaalloh. Iftorlik ham qilib kelamiz. Hozir demak masjidga borsangiz, sizga iftorlik beradi. Shunaqa bo'lish kerak. Ham ehtimoli juda ham katta.
Chunki bu yerda Ramazon oyida ko'plab odamlar, ya'ni boy odamlar ko'p bu yerda saxiy bo'lib ketadi-da. O'shani hisobiga masjidlarga ehsonot tarqatadi. O'sha millionerlar eng ko'p millioner ko'pda-yu. Shunaqa. Mana bu Bengati mana qurilyapti. Mana bu Bugatti loyihasi, Bugatti bilan eng ko'p turishlar mumkin. Hozir xalimani ko'rsam. Shunaqa? Kuzatishda davom eting. Короче, like, подписка, kommentariy. Qanaqa qiziqtirgan savollar bo'lsa, inshaalloh javob beraman, inshaalloh. Javob beramiz. Hozir men sizlarga shunaqa manzarani ko'rsatamanki, mana ko'rib turishinglar mumkin. Burj Khalifa. Dubai Mall dedi. Shunaqa gaplar. Burj Khalifa. Bitta turib qo'yadi. Katta mana chik-chik. Shunaqa, bu yerda hamma narsa o'z joyida, mana avtobusda mana. Business Bay bu. O'zimizni uncha joyda yurganim yo'q biz hozir. Bu o'sha Business Bay, downtown, Betlehem yaqin rayonni. Shunaqa aylar Burj Khalifa ko'rinib turibdi. Xo'p, mana vashi aylanadigan joy tabi. Salqin bo'lib, mana shu asrdan keyin Yosh muhimmat. O'zbekcha bino bo'ladi, xudo xolasa. inshaalloh. Juda ham ko'p reklamaga pul tikishgan bular. Juda shov-shuv bo'lgan, narxi juda ham baland. Boshqalarga taqqoslaganda juda ham narxi baland. Bitsa endi ko'rsatamiz inshaalloh. Qachon bitsa endi bilmadim. Hop, shunaqa gaplar. Jalon akani ayasi yaxshimisiz mana? Onajonim, sizni yaxshi ko'raman. Men siz uchun yashayman. Xudo xolasa butun dunyoni ko'rsataman onajon. Alloh jannatda sherik qilsin. Qasrlarimiz qo'shni bo'laylik, xudo xolasa inshaalloh. Bitta qo'shnim siz, bitta qo'shnim payg'ambarimiz bo'lsinlar. Ay jonim, eshityapsizmi? Inshaalloh. Sizga o'zim qolganini bilish shart emas. Men onamni sevaman. Tung. Motivator. Bugun aka 2 marta zo'r gaplar gapirib qo'ydi. Şey. Birinchisi ofisda edi. Krasavchik. Keyin ham bitta narsani aytib o'tishim kerak. Mana krasavchik bo'lsanglar qiyin-da. Nimaga desanglar, yo'lda ketaverasizlar-da, endi odamlar o'tib ketib yiqilib ketadi, nimadirlar bo'lishadi. Qiyin baribir. To'g'risi qiynalaman. Shuning bilan bugungi vlogimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Inshaalloh. Qaddarga bosinglar like.